Vaqtida iste'mol qilishimiz uchun malinalarni 2 xil usulda muzlatishni ko'rsatib bermoqchiman. Malinalarimizni atborniylarini terib, strech paket yoki selofan paket solingan patnislarimiz ustiga terib, 2 soat davomida morozinlikda qotirib olamiz. Shu usul bilan muzlatilgan malinalarni bemalol pishloqlarni bezatishda dekor sifatida foydalansanglar bo'ladi. Morozinlikka qo'yib qo'ysanglar, qancha xohlasanglar shuncha turaveradi. Ikkinchi usulimiz uchun malinalarimizni qolganini yaxshilab yuvib tozalab, birga bir nisbatda shakar solamiz va shakarlar yaxshilab erib olgunigacha 2-3 soat haroratida qoldiramiz. Vaqtdan unumli foydalanib, malinani qizilidan dog' bo'lib ketgan qo'l sovchilarni ichi qaltiroq bo'lgan kastrulkam ichiga solib, mutlaqo xlorsiz, eko-toza mahsulot bo'lgan Bavi super очиститель bilan yeb-yeganga holiga keltirib olamiz. Bitta obunachim Bavi menda unaqa ko'pirmadi-yu deb yozibdi. Mani cho'g'imimda suv 3 litr bo'lgani uchun 3 osh qoshiq Bavi solib, qaynab turgan suvni soldim. Ko'rib turganingizdek toshib ham ketdi. Ham toza, kastrulka ham toza. Endi ko'ngilli xotirjam qilib, shakarlar erib olgan marinali massamizni yaxshilab bitta aralashtirib, xohlasangiz одноразовый idishlarga, xohlasangiz bankalarga yopib, muzxonangizda bemalol qishgacha saqlasangiz bo'ladi.